Hop, 5-mavzu bizda asosiy gaz qonunlari D mashqiy ichimlarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Boshladik unda. Hop, bizda quyidagicha is gazining normal sharoitdagi zichligini aniqlang deyapti. Hop, normal sharoitdagi zichligini topish uchun demak, hop, gazni molyar massasini hop 22,4 ga bo'lib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni zichlik teng bo'ladi. Demak, molyar massa taqsim Vm deb nomlanadi. Ya'ni Vm bu 22,4 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, shu formulaga asoslanib, demak, is gazi demak 28 bo'ladi. Doimiy sonimiz 22,4 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 1,25 bo'ladimi? 28 taqsim 22,4 ga 1,25 demak gram taqsim litrga to'g'ri keladi. Xo'p, bo'lmasam proporsiya qilib topsangiz ham bo'ladi. 1 litrini topadigan bo'lsangiz, sizda normal sharoitdagi zichligini beradi sizda. Hop, 22,4 litri demak 28 gram chiqadi deb hisoblaydigan bo'lsangiz ham baribir 1,25 gram chiqadi. Shunday qilib topsangiz ham bo'ladi, formulaviy topsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, 3-savol. Orada ikkinchi savol o'xshash bo'lganligi uchun qoldirildi. Normal sharoitda zichlik 2,5 bo'lgan gazni formulasini aniqlang deyapti. Bu degani formula orqali ishlayotgan bo'lsangiz, demak, mana bu formuladan deyapti. M topish formulasiga o'tib olish kerak bo'ladi. Demak, M topish uchun demak zichlikni molyar hajmga ko'paytirish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda molyar massa teng 2,5 ni ko'paytirishimiz kerak 22,4 ga. Xo'p, 56 chiqyapti. 56 chiqsa bu demak, hop, mana bu tenga to'g'ri kelsa kerak. Bu tenga to'g'ri kelyapti. Demak, S4 H8. Xo'p, bo'lmasam proporsiya qilib qarasiz, 1 litri demak 2,5 gram chiqish kerak ekan deysiz. 22,4 litri demak x deydigan bo'lsangiz 56 chiqadi. 56 chiqsa bu teng deb olib ketaverasiz. Javob. 5-savol. Karbonat angidridning geliga nisbatan zichligi. Bu degani quyidagicha bo'ladi. D bo'ladi. Xo'p, quyidagicha topiladi. D nisbatan zichlik deyiladi va molyar massa 1 ni molyar massa 2 ga bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bitta gazni ikkinchi gazga bo'lish kerak bo'ladi. Mana misol uchun karbonat angidridni deyapti. Geliga nisbatan zichligi deyapti. Xo'p, demak D teng deb turib, hop, geliga nisbatan deyilyapti, demak teng. Hop, 44 ni demak 4 ga bo'lib yuboramiz. Demak unda 11 chiqadi. Javobimiz B. 8. Normal sharoitda zichligi 2,5 bo'lgan gazni metanga nisbatan zichligi deyapti. 1 litrining massasi 2,5 ekan. 22,4 litri demak x deydigan bo'lsangiz 56 chiqyapti. 56 chiqsa bu teng bo'lyapti deylik. Shu gazni deyapti metanga nisbatan zichligi deyapti. Xo'p, bu teng, bu 56 chiqdi. Metan bu H4 bo'ladi va 16 bo'ladi. Endi D teng deb turib 56 ni hop metanga nisbatan 16 ga bo'lib yuborsak bo'ldi. 3,5 chiqmoqda, demak javobimiz S. 11-savol. Normal sharoitda zichligi 3,75 gram taqsim mol taqsim gram 3,75 gram taqsim litr bo'lgan gazni azotga nisbatan zichligi deyapti. Xo'p, 3,75 ni bo'lsa yozib oling. Mana 1 litri demak 3,75 gram chiqyapti ekan. Hop, 22,4 litri qancha deb topib olamiz? Shunda bizda chiqadi. Hop, 84 chiqmoqda. Shu gazni deyapti azotga nisbatan zichligi deyapti. D teng deb turib 84 ni azotga nisbatan degani uchun 28 ga bo'laveramiz. 3 chiqar ekan. 3 chiqsa javobimiz A. 12. SnH2 tarkibli organik modda bug'i is gazidan 1 marta og'ir bo'lsa, endi qiymatini aniqlang debdi. Demak, bu yerda hozir hop SnH2n degani bu yerda hozir
n bu uglerodlar soni bo'ladi. Bu yerda hozir mana buni hisoblaydigan bo'lsangiz, n ni 12 ga ko'paytsangiz 12n, n ni mana bu vodorodni 1 ga ko'paytsangiz massasiga 2n bo'ladi. Ya'ni bu 2n ni 1 ga ko'paytsangiz 2n o'zi bo'ladi. Shunda bu moddani molyar massasi demak 14n bo'ladi. Xo'p, 14n da deyapti. Xo'p, is gaziga nisbatan, ya'ni 28 ga bo'lsangiz, 1 chiqadi demoqchi. Is gazi bilasiz, so bo'ladi. 28 bo'ladi. Xo'p, unda mana bu tagiga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, 14ningiz bu tomonga o'tadigan bo'lsa, 28 bunga ko'payadigan bo'lsa, endi qiymati shunda 2 chiqadi. 2 chiqsa bu eten bo'lgan deb tushunsangiz bo'laveradi. Quyidagicha bo'ladi formulasi. Va javobimiz bizda A. 15. SnH2n tarkibli organik modda bug'i is gazidan 2,5 marta og'ir bo'lsa, endi qiymatini aniqlang. Hozirgiga o'xshatish 14n taqsim 28 qilsam 2,5 chiqishi kerak ekan. 2,5. Hop, unda 14n teng. Hop, 28 ni 2,5 ga ko'paytirsam 70. n teng 5 chiqyapti. 5 chiqsa bu penten bo'lgan deb tushunsangiz bo'laveradi. Va javobimiz D. 16. Normal sharoitda 5,6 litr gaz 8 gram bo'lsa, uning molyar massasini aniqlang debdi. 5,6 litr gaz 8 gram chiqadi deyapti. 22,4 litri qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, bizda 32 chiqadimi? 32 chiqmoqda va javobimiz B. 18. Quyidagilardan qaysilari to'g'ri? Xo'p, bitta narsani kelishib olaylik. Bir atomi, ya'ni bir atmosfera bosimi, hop, bir atmosfera bosimi 101,325 kilopaskalga teng bo'ladi. Hop, kilopaskalga teng bo'ladi. Va u narsa 760 millimetr simab ustuniga teng bo'ladi. Bularni yodlab oling. Va bizda mana yerda 0 qaysilar to'g'ri deyapti? 0,1 yoki bo'lmasa men uni paskalda ham berib ketishim kerak ekan, chunki bu yerda hozir paskal ham berilibdi. Demak, unda 1000 marta katta bo'ladi. Ya'ni 101,325 paskalga teng bo'ladi deb qo'yaylik. Hop, shunda hozir mana 0,1 atomi shuncha paskalga tengligi rostmi yo yolg'on, shuni ko'ramiz. Demak, 0,1 atomi qancha paskal bo'ladi x. Xo'p, bir atomi, demak mana bu yerda bir atomi 101,325 paskalga teng bo'ladi. Hisoblaymiz. Demak, 0,1 ni ko'paytiraman. 101,3 hop, 1 ga bo'lsam o'zi bo'ladi baribir. Demak, 10,132 yarim chiqmoqda. Demak, bu holat hozir to'g'ri ekan demak. Bir to'g'ri. Hop, 2 0,25 atomi 190 mm simab ustuni deyapti. Demak, 0,25 demak 0,25 atomim qancha simab ustuni? X. Hop, bir atomi simab ustuni 760 ga teng bo'ladi. Demak, hisoblaymiz. 0,25 ni demak 760 ko'paytirib 1 ga bo'lsangiz, hozir sizda 190 mm simab ustuni chiqadi va bu narsa ham to'g'ri. Hop, keyingisida 190 mm simab ustuni yarimta atomimi deyapti. Yo'q, u xatoligi aniq. Demak, 190 mm simab ustuni qancha atomi bo'ladi x? Hop, 760 mm simab ustuni bilamiz, bir atomiga to'g'ri keladi. Hisoblaydigan bo'lsak, mana bu hozir 0,25 bo'ladi. 0,25 u 1 taqsim 4 ga to'g'ri keladi. Bular esa 1 taqsim 2 qilgan. Demak, bu xato. Shunda hozir bu to'g'ri bo'lyapti. Shunda 1 2 to'g'ri, 1 2 to'g'ri bo'lsa javob B bo'ldi. Hop, endi mana bularga kelishaylik. Hop, 0 gradus bizda. Hop,
273 kelvinga tegishli bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu ma'lumotni ham eslab qoling. Hop, gradus topish uchun berilgan, hop, ya'ni to'xtab turing. Kelvin topish uchun deylik. Kelvin topish uchun berilgan gradusga 273 doimiy soni qo'shib yuboriladi. Gradus topish uchun esa berilgan kelvindan 273 ayirib yuboriladi. Bularni eslab qoling, juda ham kerakli narsalar. Xo'p, endi biz ishlashni davom etamiz. Xo'p, bizda 100 kelvin deyapti, minus 173 gradusga teng deyapti. Haqiqatan mana gradus topish formulasiga qo'yamiz. Xo'p, demak gradus topmoqchiman. Berilgan 100 kelvin, 100 dan ayiraman 273 ni teng. 100 dan ayirsangiz 273 dan haqiqatan ham minusdan 173 gradus chiqadi va bu narsa to'g'ri ekan demak. Bir to'g'ri. Hop, 2 mana bunisi. Hop, nima deyapti? Minus 273 kelvin 0 gradus deyapti. Yo'q, yolg'on. Mana misol uchun kelvindan o'tish uchun nima qilindi? Kelvin topish uchun. Hop, minus 273 bergan. Undan 273 ni ayiradigan bo'lsangiz, hop, mana bunga qo'yapman. Yo'q, hozir noto'g'ri qilyapmiz ekan. Qo'shamiz ekan. 273 qo'shsam haqiqatan ham 0 bo'lib ketadi. 0 gradus. Bu ham hozir to'g'ri ekan demak. Yo'q. Adashib ketyapmiz. Hozir mana bu minusda bo'lsa, xo'sh, mana bu berilganiga qo'shilyapti. Hozir biz gradus topishimiz kerak ekan. Biz kelvin emas, kelvin o'zi bor bizda. Shuning uchun uni o'chiramiz. Gradus topmoqchi bo'lamiz. Gradus topish uchun demak berilgan minus 273 dan yana 273 ni ayiramiz. Shunda minusdan 546 gradus paydo bo'ladi. Bular esa 0 ga teng demoqchi. U narsa xato bo'lishini topdik. Hop. Demak bu xato bo'lyapti ekan. Keyin yana bir atama 76 desimetr simab ustuniga teng deyapti. Xo'p, hozir mana. Bu narsa to'g'ri, chunki hozir mana hisoblaydigan bo'lsangiz 76 desimetr simab ustuni yo xato bo'lib ketadimi? Millimetr simab ustuniga o'tishimiz kerak. Xo'p. 1 desimetr simab ustuni hozir mana agar 10 bo'lardi, santimetr bo'lganda, hozir bu yerda 100 bo'ladi, chunki bu yerda millimetr haqida gapirilyapti. Xo'p, demak 760 hop 100 ga ko'payyo 76 100 ga ko'payadigan bo'lsa 7600 bo'lib ketib qolyapti. 7600 millimetr simab ustuni bo'lyapti va bu yerda hozir mana bunisi shunda buni hozir nimaga olib o'tgan paytingiz, atamaga olib o'tgan paytingiz, hop 7600 millimetr simab ustuni atamaga olib o'tgan paytingiz 10 ga o'tib ketib qoladimi? Chunki 760 millimetr simab ustuningiz hop bir atamaga teng bo'lardi. Hozir bu yerda 7600 bo'lganligi uchun 10 atamaga to'g'ri kelib ketadi. Demak, bu yerda hozir xato bu. Bu xato. Hop. Endi hop keyingi 202,625 kilopaskalim deyapti. 1520 santimetr simab ustuniga teng deyilyapti. Hop, hozir mana. Yo'q, bu yerda hozir kilopaskal 101,325. Yo'q, hozir mana. Santimetr emas, mana millimetr bo'lganda to'g'ri kelardi. Xullas bu xato, chunki men yerda santimetr qilib qo'yibdi. Shunday millimetr bo'lsa keyin to'g'ri kelardi.
santimetr va millimetr 10 marta farq qiladi. Demak, bu yerda hozir teng emas bir-biriga. Xo'p, shunda hozir bittasi to'g'ri keldimi shunda? Faqat bitta ekan. 19 ga javob A bo'lyapti. Xo'p, keyingisiga o'tamiz unda. Cho'zilib ketyapti videomiz. Xo'p. Quyidagilardan nechtasi to'g'ri? Xo'p. Xo'p, gradus topish uchun bilamiz, berilgan kelvindan 273 ni ayirish kerak. Xo'p, kelvin topish uchun esa berilgan gradusga 273 qo'shilishi kerak. Buni eslab qolaylik. Kerak bo'ladi hozir. Xo'p. Birinchi mana gradus topmoqchiman. Uning uchun demak, xo'p, berilgan kelvinim 100 minusdan ekan. Undan 273 ni ayiradigan bo'lsam, menda minus 373 paydo bo'ladi va bu narsa xato bo'lyapti. Sizda 173 deb qo'yapti. Xo'p, keyingisi 0 kelvin deyapti. Yo'q, 0 kelvin 273 gradus. Yo'q, bu yerda endi o'ldirib kelvinni hozir nimani topay endi hozir. Xato turibdi-ku. 0 kelvin deyapti, 273 gradus deyapti. Kelvin topish formulasiga qo'yaylikchi mana. Berilgan gradus 273. Undan hop yana 273 qo'shish kerak bo'ladimi? Ha, berilgan gradusga 273 qo'shish kerak bo'ladi. 546 chiqadi. Bu ham xato ekan xullas. Bu ham xato bo'ldi. Xo'p, endi bir atomi 101.325 paskal. Yo'q, bu yerda endi paskal qo'yibdi. Shu kilopascal bo'lsa keyin to'g'ri kelardi. Hozir mana bu butuni 101.325 bo'lishi kerak. Bu esa 101.325 bo'lyapti. Xullas birligi xato turibdi. Kilopascal bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Hozir bu xato. 405.3 kilopascal 304 santimetr simab ustuni deyapti. Xo'p, keling tekshirib ko'ramiz. 405.3 kilopascalis qancha millimetr simab ustuni? Xo'p, bizda 101.325 ham, demak kilopascalim 760 millimetr simab ustuniga teng bo'ladi. Xo'p, demak 405 ni ko'paytiraman 760 ga, bo'laman 101.325 ga. 3040 millimetr simab ustuni bo'lmoqda va bizda hozir endi 3040 millimetr simab ustunim qancha santimetr bo'ladi deymiz. Hop. 700 yo'q, qanday desam bo'ladi? 10 millimetr simab ustuningiz 1 santimetrga to'g'ri keladi. Shunaqa qiladigan bo'lsak, 10 ni bo'lib yuborsak 304 santimetr simab ustuni chiqadi. Haqiqatan bu narsa to'g'ri. Demak, bu to'g'ri bo'lsa faqat bitta bo'lyapti. Javob A bo'lyapti 20 ga. Hop, 21. Quyidagilardan nechtasi to'g'ri deyapti? 0,5 atomi 380 millimetr simab ustuni. Bu to'g'ri. Chunki yarim atomi 380 bo'ladi. 38 santimetr simab ustuni 0,2 ga teng. Yo'q, bu hozir 380 bo'ladi millimetrda. 380 bo'ladigan bo'lsa, bu 0,5 atomi bo'lishi kerak. 0,5 bo'lganda to'g'ri bo'lardi. Hozir bu xato. Xo'p, 2 kilopascalis 2000 paskal deyapti. Yo'q, 2 ni 1000 ga ko'paytirish kerak bo'larmidi? 1000 ga ko'paysa hozir to'g'ri turibdi ekanda. 2000 bo'ladida 1000 marta farq qilardi va 1000 marta farq qilib turibdi. Demak, bu ham to'g'ri. 2 atomi 2650 paskal bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Xullas, bu to'g'ri. Shunda hozir 1 2 3 tasi to'g'ri bo'lib, javob C javob bo'lyapti.
Xo'p, keyingisiga o'tdik. Quyidagilarning nechtasi to'g'ri? Bir atimi 7,6 desimetr simab ustuni deyapti. Demak, 7,6 ni avval 10 ga, keyin yana 10 ga ko'paytiraman. Ya'ni 10 ga ko'paytsam santimetr, yana 10 ga ko'paytsam millimetr. Jami 100 ga ko'paytirgan bo'laman. 7,6 ni 100 ga ko'paytsam 760 millimetr simab ustuni. 760 millimetr simab ustuni bir atimiga tegishliligi haqiqat. Demak, bir to'g'ri. 760 millimetr simab ustuni 76 santimetr debdi. 76 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 760 millimetr simab ustuni. Ikkalasi bir-biriga teng. 263 gradus minus 10 kelvin deyapti. Kelvin topish uchun berilgan gradusdan 273 ni ayirish kerak bo'ladimi? Yo'q, qo'shish kerak bo'ladi. Qo'shish kerak bo'ladi, adashmasam. Xo'p, demak bu yerda kelvin topishim kerak. Uning uchun berilgan gradus 263, unga 273 doimiy son qo'shadigan bo'lsak, ko'payib ketadi. 263 ga 273 qo'shsam 536 chiqyapti. 536. Bularda esa minus 10 deydimi? Kelvin topish uchun qo'shiladi. Qo'shdim. Ko'payib ketdi. Xullas, bu xato. 0 kelvin 273 minus 273 gradus. Gradus topish uchun nima qilinadi? Kelvindan 273 ayrilarmidi? Xo'p, demak, gradus topishim kerak. Uning uchun berilgan kelvin 0, undan 273 ni ayiradigan bo'lsam, haqiqatan minus 273 gradus chiqadi. Xo'p, demak, bu to'g'ri. Shunda hozir 1, 2, 3 tasi to'g'ri bo'lib, javob C bo'lyapti. Xo'p, 23. Qaysi vodorod galogenit kisloroddan 4 marta og'ir debdi. Xo'p, kislorod O2, ya'ni endi bunday qilib yozaylik. Xo'p, HX ikigin kislorod. Xo'p, bu 32 bo'ladi. Bu esa 1 plus x deylik. 1 plus x. Endi bular aytayapti 1 plus x ni deyapti. Xo'p, 32 ga bo'lsangiz 4 chiqsin deyapti. Unda 1 plus x teng 90. Yo'q, 4 ga ko'paytsam 128. 128 x teng, demak 127 bo'ladi. Bu yodga tegishli bo'ladi. Yod bo'lsa javobimiz D. Xo'p, qaysi vodorod galogenit vodoroddan 5 marta og'ir? Xo'p, HX bu degan 1 plus x degani. Vodorod D2 ligi deyapti. Uni massasi 2 bo'ladi. Bu vodorodning izotopi deyiladi. 2 kara 1 qilib vodorod 2 olardingiz. Buni endi 2 kara 2 qilib vodorodni molekulyar massasi 4 qilib olasiz. Hop, 1 plus x ni hop 4 ga bo'lsangiz 5 chiqishi kerak. Demak, 1 plus x teng 20. Hop, x teng 19. 19 chiqsa bu ftorga tegishli bo'ladi. Demak, vodorod ftorid bo'lgan deb javob A olamiz. Xo'p, keyingisini alohida ko'raylikmi? Yo, bir to'la ko'rib o'raylik. Bir to'la ko'rsak ham bo'lar ekan, o'zi 3 dona savoli bor ekan. Xo'p, eng mashq yechimlarni davom ettiryapmiz bizda. Keyin bo'yilma-riyot qonuniga o'tib ketamiz. Xo'p, 1,6 litr karbonatga qancha litr namoshroid vodorod sulfit qo'shilsa, molyar massasi 36 bo'lgan aralashma hosil bo'ladi deyilyapti. Xo'p, demak, o'rtacha molekulyar massaga qo'yib qo'yishimiz kerak. 1,6 ko'paygan 44 qilamiz karbonat. Keyin x ko'paygan vodorod sulfit degani uchun 34 qilaman. Taqsim. Hop, 1,6 plus x teng bo'lishi kerak, shunda 36 ga. Xo'p, shunaqa qilib ishlasa ham bo'ladi. Diagonal qilib ishlab qo'ysa ham bo'laveradi. Farqi yo'q. 1,6 ni 44 ga ko'paytirdim. 70/4 70/4 plus 34x teng 1,6 ni 36 ga ko'paytiraman. 57/6 plus 1,6x. Hop, 57/6 dan 70/4 ni ayiraman. 12,8 chiqyapti. 12,8 ni bu yerga yozdim. 34 dan 1,6 ni ayirsam 32,8
4x chiqyapti. Demak, x teng 12,8 ni 32 4 ga bo'lsam, hop, xato hisobladikmi? Fals. 44 degan qancha vodorod sulfid degan molar massasi 36 bo'ladi deyapti. Hop, 16 ni 44 ga aytdim. Ha, mana bu 36x bo'lish kerak edi, uzr. X ni 36 ga ko'paytirib 36x bo'lar. Shunda 2x qolar ekan bu tomon. Bu tomonda esa 12,8 qolar ekan. X teng demak 6,4. Javobimiz D. Xo'p, is gazi va karbonatdan iborat aralashma atomlar soni molekulyar soni 2,2 marta ko'p bo'lsa, aralashmaning molyar massasini aniqlang debdi. Is gazi bilan, demak, hop, karbonat aralashmasi deyapti. Xo'p, molekulyar sonidan, ya'ni mana bu yerda hozir endi x mol bu, y mol buni olamiz shekilli. X mol buni, y mol buni olamiz. Xo'p, va bizda hozir aytilyaptiki, aralashmadagi atomlar soni molekulyar soni 2,2 marta ko'p bo'lsa deyapti. Atomlar soni bizda hozir mana bunda 2 ta, bitta uglerod, bitta kislorod, bunda esa bitta uglerod, ikkita kislorod, 3 ta bunda. Shunda mana bu atomni hisoblash uchun 2x qilasiz, buni esa 3y olasiz. Chunki buni ichida x molning ichida 2x ta atom bor, buni y molning ichida 3y mol atom bor. Shu atomlarini molekulyarlar deganda x plus y nazarda tutyapti, ya'ni mollariga nisbati 2,2 ga teng deyapti. Hop, demak unda 2x plus 3y teng, hop, 2,2x plus 2,2y bo'ladi. Hop, bu yoqqa o'tganda hop 0,8 y teng, hop, 0,2x ga bo'ladi. 0,2 ga bo'lib beradigan bo'lsangiz 4y teng x ga degan xulosa chiqadi. Va biz aralashmani 1 mol olaylik taxminan. X plus y 1 mol bo'ladigan bo'lsa, x ni o'rniga 4y ni qo'ysa bo'lar ekan. Demak, bu degani 4y plus y teng 1. Unda y ni qiymati 0,2 chiqadi. X ni qiymati 0,8 chiqadi. Xo'p, endi shunda deyapti, nimani so'ragan bular? Aralashmani molyar massasini hisoblash kerak ekan. M o'rta qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi. M o'rta bizda hozir x imiz is gaz edi. Demak, 0,8 ni 28 ga ko'paytirasiz. Hop, y imiz karbonat edi. 0,2 ni 44 ga ko'paytirasiz. Taqsim mollar yig'indisiga bo'lamiz. Teng. Hop, 0,8 ni 28 ga ko'paytiramiz. 22,4. Unga 8 ni qo'shaman. 31,2. 31,2 ni 1 ga bo'lsam o'zgarmaydi. Demak, 31,2 ni o'zi. Javobimiz A bo'ladi. 3,1. Idishga sulfid angidrid to'ldirib o'lchanganda 432 gram, neon to'ldirib o'lchanganda 410 gram keldi. Idishga neon bilan qaysi gaz 2 molyar nisbatda olib to'ldirilganda 412 gram keladi debdi. Yaxshi savol. Qaranglar endi. Bizda endi idish bor ekan. O'sha idishga deyapti, neon to'ldirib o'lchangan birinchi neon bor bo'lgan. Hop. Endi o'sha idishga deyapti, yo mana birinchi sulfid angidrid to'ldirib o'lchalindi deyapti. Demak, SO2 to'ldirilgan. Keyin o'sha idishga neon to'ldirib o'lchalindi deyapti. Hop, neon. Buni 432 gram deb belgilab olamiz. Bu esa 410 gram chiqdi deb o'zlari aytayapti. Buniki 64 bo'ladi, buniki esa 20 bo'ladi. O'rtasidagi farqlarni olamiz. Demak, 44 bo'ladimi? Bu yerda esa hozir 22 bo'ladi. Farq. Endi gaz, ya'ni idishga necha mol gaz sig'ishini topish uchun o'rtadagi 22 ni 44 ga bo'lib olsangiz, idishga necha mol gaz sig'ishi chiqadi? Ya'ni 0,5 mol gaz sig'ar ekan. 0,5 mol gaz sig'adigan bo'lsa, hop, SO2 ni moli 1 mol SO2, ya'ni sulfid angidrid 64 gram bo'lardi. Sizda 0,5 mol idishga solingan bo'lsa, demak u yerda 32 gram SO2 bor ekan. Endi
idish o'zi 432 gramm edi, ya'ni jami massa. Undan 32 SO2 ga tegishli bo'lsa, qolgan 400 demak idishga tegishli. 400 gramm bu idish. Endi sizda yana shart ketyapti. Idishga neon bilan qaysi gaz 2 molyar nisbatda olib to'ldirilganda 412 gramm keladi deyapti. Xo'p, o'zi 0,5 mol idishga gaz sig'adi. Neon bilan 2 molyar aralashtirish uchun, ya'ni teng mol nisbatda aralashtirish uchun 0,5 ni 2 ga bo'lib beradigan bo'lsangiz 0,25 moldan hop neon va X gaz solinishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi hisob kitob davom ettiradigan bo'lsak, jami o'zi 0,25 mol neon solinyapti idishga. Xullas, hop 1 mol neon solinsa 20 gramm bo'lardi. 0,25 moli demak 5 gramm bo'ladimi? O'zi jami sizda 412 gramm chiqishi kerak. Uni 400 idish bo'lsa, demak qolgani 12 gramm gazlar bo'ladi. 12 gramm gazlardan 5 gramm neonnikini ayirib yuborsam 7 gramm X gazga qoladi. 7 gramm X gazingiz 0,25 mol bo'lsa, hop 7 gramm X gazingiz 0,25 mol bo'lyapti. 1 mol X gazingiz qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, 28 chiqadi. 28 chiqsa bu azot bo'ladi deb belgilasangiz bo'ladi. Demak, B javob to'g'ri.